Efirde GMTV bugün şehirde kim no telefon işletip yurttu şu savol anıklık kiritemiz. Kanı gittik. No telefon işletesiz. 17 Pro Max. Huawei. Redmi Note 19. Redmi. iPhone. Redmi 12. Redmi'nin 19'unculara mı çıkıp gitti? 19 mu? Rezervemedim. Özünüze kadar en zor telefon kaysı? Обязательно 17'de işletken ekan var. Bizler iPhone'suz Android'a karşısız. Endi Android'a karşı emasman, lekin iPhone ishlatam. Android yaxshi va iOS nima deysiz? Ko'proq maktablarda moliyaviy savodxonlik darslari tashkil etish kerak. Qat mıydı? Zarati, kamera, hammasi zo'r. Pluslari shu zaryad yaxshi ishlaydi. Aha, O'qishda foydalanishga qulayliklari yaxshi. O'qishda telefon foydalanishga ruxsat beramlar. Endi bildirmay qilsang, imtihonlarda bildirmay qildiraveradi. Siz ko'pincha ishlatasiz, bildirib aytasizmi? Odamni aldab turganini shart bilsa bo'ladi. Ko'zidan o'ynab ketadi. Gözde o'ynaydigan odamlar shunda Endi любой qiz 17 yoqadi. Nodasi ishonmasa va sovg'a keldi. Siz telefonunuzu almashtiracak bo'lsangiz J-Mobile telefon do'konida ketamiz. Keyingi safar nega borib kim bilan görüşüşümüzde kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoda görüşguncha.